har bir odamni boy qilaylik, o'zi soliq to'laydi. Uni bechorani oldin talon-taroj qilib qanday soliq to'laydi? Endi odamlar o'zgaryapti. Endi ishonyapti. Darrov uni boshiga "Sen aqlli moliya vaziri yangi bo'lsang, o'yla noinsof, atrofindagilarni haydab yubor hammasini." Yangi o'sha odam mana Qo'chqorov sherdami? Kecha gapirgan gapini oldi. Agar o'zgarish qilmasa, men sizlarga oldinga aytayapman. Bir oyda buni ham eshita olaman. Yoshgina tajriba kerak emas. Mana shu millatni sevgan odam kerak. Qat'iy nazar qaysi millatdan bo'lishdan. Mamlakatni sevgan odam kerak. Meni ham oyligim 1,5 million, 2 million. Bir oy kutilgan oyligimga produktni olamanmi, svetga to'laymanmi, gazga to'laymanmi, o'g'lim o'qiyapti, kontraktga to'laymanmi? Biza xalq vakili, xalq tomonidan bo'lib, bu narxlarni qaytadan ko'rib chiqishimiz kerak. Ularga kiyimiga, tur fasliga pul jo'nataylikmi? Bu puldan yig'ib bola chaqamizni to'y qilaylikmi? Bu hech mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Bosh vazir ham ishlasin, senat ham ishlasin, deputatlar ham ishlasin, xalq vakili hamma ishlasin. Ana shundagina xalqimiz rozi bo'ladi. Menga oylik ham kerak emas, mansab ham kerak emas. Menga vakolat bersangiz, tekinga ishlayman. O'zbekistonni xalqini rivojlanishi uchun, xalqimizning shu noroziligi yo'q bo'lishi uchun kun-tun ishlashga meni kuchim ham, qudratim ham, aqlim ham yetadi. Mana Saudiya Arabiyasida bittagina nefti bor. Neftni hisobiga tug'ilmagan bolalari 7 pushtigacha shotiga pul qo'yiladi. Kreditga muhtoj emas, biznes qilishi uchun muhtoj emas, boshqa ish qilish uchun qarzdor ham bo'lmaydi, boshqa ham bo'lmaydi. 7 pushtimizga yetadi. Bizda paxta bor, tilla bor, uran bor, gazimiz bor, neftimiz bor, suvimiz bor. Bepoyon dala yerimiz bor. Butun xalqimiz ishongan mustaqil bo'ldik. Endi hammadan boy badavlat bo'lib go'zal hayot kechiramiz, chiroyli hayot kechiramiz deb ishonishgan. Endi shu ishonchni oqlash kerak. Shunga hozir bitta shunga mos bitta nima maqola qo'yib beraman hozir. Bu maqola bir qassoblar to'g'risida, ishonch to'g'risidagi maqola bo'lib, bir qassoblar shu kushxonaga bir joydan so'yish uchun bir tuyani topib sotib olib kelishadi. Olib kelgandan keyin tuyani kirgizmoqchi bo'lsa, haligi kushxonaga kirgiza olishmaydi. Shu eshikdan kirmay turaveradi. Bular keyin kirgiza olmagandan keyin tuyani egasini borib olib kelinglar deb shu qarorga kelishadi. Borib tuyani egasini olib kelishadi. Tuyani egasi kelib haligi tuyani ipidan ushlab shunday tortsa, shuni orqasidan osonlik bilan kirib keladi. Shunda tuyani egasi ko'zidan yosh chiqadi. Mana pullaringni ollaring, menga puling kerak emas, men tuyamni sotmayman deydi. Shunda bular nimaga endi kelishganmiz u desa, yo'q, ras bu tuya menga ishonib orqamdan shu yerga kirdimi, osonlik bilan men buni ishonchini paymol qila olmayman. Pullaring o'zingizga buyursin deb tuyasini yetaklab chiqib ketadi. Bu yerdan xulosa endi o'zingizdan hech qachon ishonchni paymol qilish yaxshi ish bo'lmaydi. Oxiri yaxshilikka olib kelmaydi. Ishonchni hech qachon yo'qotmaslik kerak. Odamga bo'lgan ishonch hamma vaqtda oqlanishi kerak. Bunga mana Donald Tramp asos bo'la oladi. Bunaqa sharmandalikdan Xudoni o'zi asrasin insonlarni. Juda yomon oqibat bu.